Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Biraz aradan keyin biz yana qaytib keldik. Bugun pek muhim, pek güzel bir tema bağladığımızda. Temamiz bolsa, yoshlarning haqiqiy hayotdagi tajribalarga yoki yangi hislarga yashash maqsadiga erishishining kamligi. Ya'ni arzusizlik ve uyda o'tirib qolishi temamiz shu. Hoş geldiniz Şeyde. Hoş buldum. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Yoshlarninki energiyasizligi deb atsak balkim bo'lishi mumkin. Qiziqishining yo'qligi, maqsadining yo'qligi, nima uchun yashayotganligini. Misali boshlab ketaylik. Yilqi qarshimizda ichib olgan bir odam bo'ldi-ku, yilqi aqli joyida emas. Yilqi o'zini telefonninki qo'shalligi bilan aldab, shu qo'shalliqqa yilqi qoma bo'lib qolibdi-ku. Shu telefondagi qo'shalliq uni haqiqiy hayotdan ajratib etgandek bir hissiyot bor qarshimizda. Bizning bu yerda hozir qilmoqchimiz qaysi sabablar buni o'ttirg'i chiqadi, bu natijani qanday qilsak bu o'zgarishi mumkin. Biz nimalarni qila olamiz? Bizmi yosh bo'lishimiz bilan albatta bo'libmi shu balaliq chig'idan bu balog'atga yetish mazgiliga o'tayotgan bolalar to'g'riliq qarashimiz. Cho'nglar to'g'riliqmi albatta. Ama ko'pincha holatda atrofimizdagi insonlarni ko'rgan sari biz jim tumayli, hech bo'lmasa eg'iz bilan bo'lsin paranchaylik deb bashirib. Bundoq bo'lsa birinchi savol, buning sabablari nima bo'lishi mumkin? Masalan, mening dadam deydi, biz kichik vaqtimizda dadam bizni atrofimiz atrofiga yig'ib Hazreti Yusufning hikoyasini deb bergan vaqtda biz shuni qattiq anglaydik. Qayta deb turdi, yana anglaydik, yana 5 yil nochi bilnati deydi. Dadam bu vaqtlarda 15-16 yaş bo'lishi mumkin. Ama hozir masalan mening o'quvchilarim 11 yaş ama siz uningga o'xshash qissasini qayta emas, balkim ular bilmaydigan qissasini anglatib bir kap bo'g'uchi ular deb bezorchilikni butunlay qarshi tarafga ko'rsatadi. Hayron qolmadi, bu bola nimaga qiziqdi o'zadi deb. Sizcha buning sabablari nima bo'lishi mumkin? Menchi bo'lganda siz deb aytgandek telefon shu ekranlardan do'qong'ashda shular va jiq vaqtlari shuning bilan birga o'tkashga arzular boshlaydi ekan. Ya'ni bu yerdagi arzudan maqsadim siz oldida o'tganga o'xshash g'oya degandek narsalar qat'iyligi yo'q. Aslında yo'qmi emas va bor, lekin arzusi bilan o'zining ehtiyoji bo'lgan narsalarni va haqiqiy g'oyaning nima ekanligini beklam aralashtirib qo'ygulik. Shu telefon veya sosyal medya veya hayotimizda hozir u yoshlarga yoki boshqa atrofdagi faqat yangilikni chiqarmay, yangilikni tugatgan yoki faqat ishlatayotgan jamiyatni ko'ryapmiz va bu jamiyat bir tang cho'ng bo'layotgan bolalar uni yangidan yasash yoki kallasida bir fikr nim qilishdan bekroq arzuni qondirish maqsadida bo'lg'achqa mau haqiqiy ehtiyojim, mau mening g'oyam deb bilan ayrilmay qaymoqish ichida. Ve qarab baksanız mesela ularga cho'ng bo'lgan nima bo'lsiz desangiz balkim doktor bo'lmay, balkim uçquch bo'lmay u deyish mumkin. Ama hayotda qarasangiz ular faqatla maktabga berishdan boshqa hech narsa qilmoqlar. Maktabdan keldi, herib ketdim, endi telefon ko'rsam bo'ldi, endi aramlashishim kerak deb kechgacha hayotini hammasini o'tadi. Ya'ni butun umrini maktabga bog'lab qo'yganlikdek. Hozir bizni tinglashayotganlar cho'nqur ehtimol bilan shu onalar ve yoki yosh qizlar anglayotgan bo'lishi mumkin ki agar bizning gaplarimizni anglay olgan bo'lsa, shunchalik uzunlik qila olgan bo'lsa, ular o'zini bu qismga akimisin bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hozir qilayotgan videoni ko'rish tas bo'lgan turuqliq. Ular agar bizni tanlab shuni bilan bir ko'ray degan bo'lsa, demakki ular haqiqiy o'zini taraqqiy qildirayotgan bir kimlar. Undaq bo'lsa biz bular qanday tarbiya berishimiz kerak. Albatta biz insonlarning qo'lidan telefonni tatib qolmaymiz. Lekin men bu to'g'ri o'ylandimda, mening balog'at mezgilim bo'ldi va u mezgilda telefonlar hozirgidek ya'ni bir yil qo'yish o'zgarib ketdi. Bizning vaqtimizda televizorimiz yo'q degan. Shunda men o'yladim. Hech esimdan chiqmaydigan bir kun bor. Yoshlik ta'til. Anam uyda telefonlarni ko'rishni yaxshi ko'rmaydi va yig'ib oldi. Uyda qiladigan hech bir ishim yo'q. O'tirdim shu yotoqda yetiqliq
2-3 saat o'ng'a o'rildim, solga o'rildim, qopdim, yotdim. Qildigan hiçbir ish yo'qdi. 2-3 saat aşta yatqanim esimde. Hiçbir ish qilmadim-da. 2 saat aşta ko'zim ochib yotdim. Aqlimga men nima qilmay zodi. Ularni qilgan hiçbir ish yo'q. Mushunchalik bir ichim degan siqilib o'lib qolmadim. Va shu vaqtdan keyin men o'zim bir ish topmasam bo'lmaydi deb chiqib Uyg'ur vaqtlardan izlanib qaysi yerda qanday narsalar bor nima ish qilmay deb qattiq izlanishga tushdim-da. Nada faoliyat bo'lsa shu yerga yugadim. Uningga bordim, buningga bordim, inshroq bordim, bu yerga bordim, bu yerga bordim. Mushundaq qilib yurib oxiri shu yaz tatili alhamdulillah maktabda bir faoliyat o'tkazildi va bu faoliyatda O'zbekistondan insonlar keladi. Men o'zbekistonlik insonlar bilan tanishdim va ularga tarjimonlik qildim. 3-4 kun bunu qilib bo'lganki ular ketdi zoti. Shuning bilan men o'zbek kitob o'qishga boshladim. Degandek hayotim qaytadan aktiv holiga keldi. Lekin men shu soatni yashamagan bo'lsam, men bir narsa qilsam bo'ldimi o'ylamaydim. Ya'ni bu yer demoqchi bo'lganim, unda bo'lsa bizning qo'limizga tushgani u bolalarimizning istaklarining hammasiga ma'qul deyish emas, balkim ularni biroz och qo'yib qo'yish. Ma'naviy jihatdan. Masalan, har istagini ilingan bir bolaning istaksizligi boshlaydi. Ama siz bizga o'xshash Uyg'ur bolalar qolsangiz, men shuni o'ylab chiqdimda, Turkiyada biz 50 bala o'xshash bir maktabda o'qiydik. To'g'risi o'tirdi. Va hammaylar Uyg'urlarningki profilini iliqi bakaqilliq bular. O'sha darsni adabiyot darsi, Türkçe dersida bizdan yaxshi puanlarni, nomerlarni oldi. Maktabning birinchisi, ikkinchisi Uyg'urlar. Unda bo'lgan ekan bizning obro'yimiz xili ko'tarilgan shu maktabda. Chunki hammamiz pek aqlliqdir haqiqatan. Bu aqlliqlikni Allah bergen diyemeyiz. Hayatның bizga kelgan qiyinchiliklari, bizning bir narsalarga erishamasligimiz bizni mushunchalik aqlliq, mushunchalik aktiv qilgan deb o'ylabman. Aktivlik orzuyimizning bo'lishi. Shunlashqa men shu vaqt hissiyotlarim esimda bir faoliyat bor deb men bir ko'rsam, telefonim bo'lmaganligini ko'ramayman-da, do'stlarim cho'qosga o'yinchilar, kim bilan turibman, nima ish qilmayman. Chunki buningdan lazzatli bir narsa yo'q hayotimda. Shunlashqa dedim, eng cho'ng kamchilik unda bo'lsa, bizning hamma narsani bular bolalarga o'zing ol demasdan oldiga qo'yib berish deb sababi mush bo'lishi mumkin. Ularni biroz ochlik bilan, ma'naviy ochlik bilan, orzulariga yetolmaslik bilan, masalan, oyog'i yetib ketishi mumkin u bolaning ehtiyoji bor deb men esimda bor necha kun maktabga oyoqlar bilan kelgan, oyoqlar bilan borgan. Chunki shunda bo'lganda demakki deb yangi oyoqning qadrini bildigan, buni bilan to'p tepmay yetib ketishi mumkin deb avaylaydigan va boshqalarninkigimi qanday deymiz, tashqi ko'rinish bilan, ishtonlar bilan bu insonlarga baho bermaydigan holatga kelgansiz. Chunki siz shu yerdan keldingiz. Shunlashqa bizning hozirgi vaqtda hammamizning bolalarning ehtiyojlarini, istaklarini taqib berish maqsadimiz bo'lib qoldi. Cho'nglarningki yoki insonlarning ularningki ehtiyojlarini qamdash, istaklarini qamdash o'tib ketgandan keyin bu yerda bir siziqning, chegaraning ishib ketish sababi bilan o'tirgan mushta bir aktiv bo'lmagan, passiv energiyalik bolalar chiqyotdi deb ko'rdim. Alhamdulillah. Bu kichik vaqtda, ya'ni siz degandek shu balog'at mezgiliga kirish va balog'at mezgilining beshidagi vaqtlarda bo'lsa, ota-ona yoki kim bilan esa u kishi shuning yetak ya'ni shu bolaga yetakchi bo'lish, siz degandek orzular qolib qo'ymay, u bolani boshlab o'tganimizdek, bo'lmasa hamma narsani qamdab bergandan keyin orzular cho'kib ketadi. Hozir o'ylasam, haqiqiy hayotning nimasi, mau ehtiyoj, mau arzu, mau g'oyangiz bo'ldi. Mana ustiga bunday shaklda maqsad degandek yo'l ko'rsatishlar, o'zining nima deymiz, o'zi mangdigan yo'lni biroq ko'rsatib siz birishi haqiqatan bek cho'ng bir nima bo'ldi ekan. Sal cho'ng bo'lib, buning g'oya arzu bu narsani tushunib yetgandan keyinki, ya'ni biz bilan o'xshash va bizga yaqinlashgan yoshdagi kishilarning haqiqatan shu energiyasining tovanligini ko'ryapman. Masalan, ba'zi adoshlarim bilan ko'rishgan vaqtimda ko'zimgacha kun kelib ketib bordi, hozir ko'zimni ocholmayapman dedi, yaqinda bo'lgan bir o'rnak. Deganda pardon nima qilayotgan desam, hozir qo'rqim yo'q yoki u yoqqa bir qilishdan ushanyapman. Endi yani o'zimni o'ylab boqdim, haqiqatan qizim bo'lishdan burun men bu biroz eshtaq etdim, ya'ni hozir qizim bo'lgandan keyin bunday qizlarga qizim bo'lgandan keyin ishlarni haqiqatan aniq bir shaklda deb
burun bir narsalarni aralashtirib kallam qaymoqib başında bo'lib ketsam hozir hem mantiqiylik hem tuyg'usal hem yirikkaga vaqtida qandaq muomala qilish degandek ishlarni xili kallamda o'tirtdim deb o'ylayman. Haqiqatan shuni qanchalik aniq va qanchalik burun ravon yeyishib olsak shuncha keyingi vaqtlarda oson bo'ldi ekan. Shaxsan bundaq bek yeyishib ketdimi qanchalik bo'ldimi u bir savol ishorati hamda yani ish qilib alhamdulillah o'zim yirikkaga vaqtida hamma u deb belgilaydigidek bo'ldim. Buning haqiqatan inson foydasi bek ko'p bo'ldi ekan. Biz qizlar bo'lgandan keyin tuyg'umiz bilan mantiqning arasida ba'zilarimiz balkim bek yaxshi bo'lishimiz mumkin, ammo qiz bo'lish suhbatimiz bilan yana ba'zi yerlarda bek qaymoqib xato qadamlarni olib ketganmiz arzuning keyniga kiritib degandek. Buning oldini olish uchun shundan ishlarni ayirib bilish, ya'ni bizdek qizlar uchun deb o'ylayman. Haqiqatan foydasi bo'ldi ekan. Shuni degim keldi. Ya insonning hayotida bir narsalar aralashib ketgan hamon, yerlarini topolmay qolgan hamon qalayimqanchilik chiqadi. Ammo asli hayotning hamma yerga bir bo'shliqi bor. Bu boşlukta to'g'ri narsani o'tirtgan hamon u sistem çok bek güzel şekilde ishlaydi o'zadi. Faqat bizning u sistemni qanday mang'uzishga tirishayotganligimiz namoyon bo'ldi. Oxirida hozir vaqtim kam qoldi. Bir narsani degim keldi. Albatta ota-onamizning davrlarida psixika yo'qdi. İnsonningki muomalalarini tadqiq qilgan va yoki bu yaxshi bo'lmoqda, bu nachar bo'libdi deb bu yo'qdi. Ammo insonlar yanada adabli, axloqli cho'ng bo'ldi. Albatta hammasi emas, lekin yana ota-onlarimizdek yoki xili adabli insonlar cho'ng bo'ldi. Shunchalik qattiqchilikdimi? Ammo hozirgi vaqtda yanada bo'lyapti alhamdulillah. Biz buni ko'paytirish uchun nima ishlarni qilishimiz kerak deganda, mening eng cho'ng bayqaqnim yoshlar kutyapti o'yliqqa, bizni tushunsin. Nimishqa bizni hech kim tushunmaydi degandek. Albatta men buni yashadim, ammo bu bek cho'ng bir patqoqga. Bu vaqtda biz o'zimizdagi butun mas'uliyatni boshqalarga ortib qo'ygan bo'lganmiz. Bizning ota-onamiz nima, uning ota-onasini hech kim tushunmagan, hech kim uni yo'l ko'rsatmagan. Ammo ular alhamdulillah qattiqchilik bo'lsin, ularning tarbiyasi bo'lsin, ularga yo'l ko'rsatdi. Ya'ni kimning sizni tushunishi kerak yo'q. Sizning o'zingizni o'zingiz tushunib, o'zingizni tushunmaysiz hatto yoki ilmingizni oshirib bu yo'lda sizni Allohning quli ekanligini qaytadan bir e'tirof qilgandan keyin hech kimning buni tushunish vazifasi yo'q. Men o'zimni tushunib Allohga eng yaxshi shaklda qanday qulluqchilik qila olaman deb ilgirlamasa, bizni tushunsin, bizni hech kim tushunmaydi, bizni cho'nglar ayirib qo'ydi. U bu deb qurban rollig'lam kiyib olganda buni ham anladim, ham kuzatdim. Bu bek cho'ng bir xato ekan. Shunga yoshlarga tavsiya albatta boshqalarning o'zini tushunishini kutmasdan, balkim o'zining shu yerlarga berishi va yoki o'zining boshqalarga qo'l uzatishi. Başta sen bir qil, sen qarshi tarafdagini bir tushunga, sen bir cho'ng o'g'il, undan keyin boshqalar balkim seni tushunar. Ammo sen hech narsa qilmay o'tirib, "Men kim yo'l ko'rsatib bersin, mening kallam qaymoqib ketdi" deb telefonda o'tirsan, hech kim sana yo'l ko'rsatib bermaydi. Bu dunyoda utuq qozonganlarning hech kimsiga hech kim yo'l ko'rsatib bergan emas. Ular faqat yo'lga chiqqan va shu yo'lda eng go'zal shaklda olg'a ilgirlashga tirishgan insonlar. Alloh bizni shu din yo'lida, millatning xizmati yo'lida utuq qozonishga tirishayotgan insonlardan qilsin. Oxirida men bir narsa qo'shib qo'ygim keldi. Bek o'ylanish ajoyib siz degandek legislativni qilmay yetib ketgandim dedingiz. Shunga o'xshash hozir nurg'un yoshlarni ko'ryapmiz atrofimizda, inilarimiz, singillarimiz va yoki biz tang yoshlar, hatto ba'zan o'zimiz bularning alqib bek o'ylanishdan bekroq ba'zi qaror beradigan bu ishlar bo'lib qolsin, buni Allohga topshirib ham oldimizga kelgan qarorni ilmish eng to'g'ri ish deb o'ylayman, chunki bugun bir oyat o'qigandim shu yerda asli butun u tanlab o'ylanib o'tirib ketishtirimizni o'zimizniki ziyondan boshqa narsa olib kelmaydi ekan. U yerda yana Alloh hammani boshqarib turib hammani ilib yonayotgan Alloh faqat bizga bergan irodani u yerda biz ajoyib ustimizga ilib bek o'ylanib haqiqatan hamma narsa bizning men bugun telefondagi rasmlarga qarayotganda men saqlab qo'ygan bir rasmga duch keldimda. Siz bilan ajab yaxshi udul kelibdi. Uning taklifki, chiq o'ylashma, ishingni Alloh qo'yib qo'ygan. Ikkisi bek udul kelibdi va albatta o'ylashmaymiz, ammo biz piyli duoni qilishimiz kerak, qadamni etishimiz kerak. Agar sen haqiqatan o'zingni taraqqiy qildirgan, ilgirliging bo'lsa, sen berib bir kimlardan yordam so'raysan. Qutuq qozongan insonlarning yordam olarsa, bu dunyoda Alloh hech kimni yolg'iz qo'yib qo'ymoqlik. Hammamizga bir narsa albatta yetarki sen xola va qadamingni otqin. Qadamingni otqin so'raydigan insonning ko'pligi, so'raydigan inson bormisang bo'ldi.
ilqi oturup bu kulağındaki ictimai alakaga kiyip bir kimler bilen tanışıp, bir kimler bilen uçur kalıp, mening müştamışta arzuyum var. Bunun kiyinki işiklerini içivdi bu biiznillah. Şoňlaşqa Allah hemmemizden bu iýeriniş kisellikini uzak kılsın bizden ve bizni Doğru. Peygamber Aleyhisselam'ın bu duası mı pek hoşsan bu onu anlasam dedi ki Allah'ım bana yaşaş hoşallığı berkin. Demek ki bu hayatını hoşallık bilen yaşayışımız gerek. Yaşama sevinci deydi o Uygur. Türkçe'de Uygurca nimde bilmeyim ama Allah Peygamber Aleyhisselam'dan dua kılmamız. Demek ki bizim bu yaşaş hoşallığa, şatlığa ihtiyacımız var. Bu şatlık elbette halal neslerden tapımız. Bu şatlıkını fitrətimiz ki uygun halinde yaşayan vaktimiz tapımız. Allah ilmimizden berketin versin. Bu ilim bizni cennet yoluna apasın. Bu da Allah Allah'ın en güzel şekilde nasip olsun. Bugün kısanımız bir şey. Aman bununla hayır hoş. Allah emanet. Allah emanet.